2026 yilgi Jaguar F-Type sport avtomobillari orasida o'ziga xos dizayn, kuchli texnik imkoniyat va haqiqiy ingliz ruhini mujassam etgan premium model sifatida taqdim etiladi. Ushbu yangi avlod modeli nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki qulayligi va haydash tajribasi bilan ham yuqori darajada takomillashtirilgan. Jaguar muhandislari bu avtomobilni yuqori tezlik, aniq boshqaruv va maksimal zavq berish maqsadida ishlab chiqishgan. Tashqi dizayni yanada tajovuzkor va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, old panjara kengroq va chuqurroq shaklga keltirilgan. LED matrix faralar keskin chiziqlar bilan uyg'unlashib, avtomobilga sportcha va futuristik ko'rinish beradi. Aerodinamik korpus oqimni optimal boshqarish uchun qayta ishlangan bo'lib, yuqori tezlikda barqarorlikni yaxshilaydi. Pastga tushirilgan kuzov va kengaytirilgan gildirak arkalari F-Type'ga yo'ldagi haqiqiy yirtqich sifatida ko'rinish bag'ishlaydi. Salonda hashamat va sport uslubi mukammal uyg'unlashgan. Premium teri bilan qoplangan sport o'rindiqlar elektr sozlanadi va isitish hamda sovutish funksiyalariga ega. Raqamli asboblar paneli yuqori aniqlikdagi displey orqali barcha muhim ma'lumotlarni haydovchiga yetkazadi. Markaziy sensorli ekran eng so'nggi multimediali tizim bilan jihozlangan bo'lib, navigatsiya, smartfon ulanishi va ovozli boshqaruv funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Meridian Premium audio tizimi esa musiqa ixlosmandlari uchun mukammal tovush sifatini taqdim etadi. 2026 Jaguar F-Type'ning yuragi uning kuchli dvigatelidir. 5,6 litrli superchargerli va 8 dvigatel yangilangan sozlamalar orqali yanada samarali ishlaydi va taxminan 575-600 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu avtomobil oqdan 100 km/soat tezlikka atigi 3,5 soniyada chiqadi, maksimal tezligi esa 300 km/soatdan oshadi. ZIF 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi silliq va tez almashuvni ta'minlab, sport va kundalik haydash rejimlariga moslashadi. Toliq gildirakdan tortish tizimi va adaptiv osma mexanizmi yo'l sharoitiga qarab avtomatik moslashadi. Dinamik moda rejimi yoqilganda rul boshqaruvi yanada keskinlashadi, dvigatel javobi tezlashadi va chiqindi tizimi yanada sportcha ovoz chiqaradi. Bu esa haydovchiga haqiqiy poyga hissini beradi. Kuchli tormoz tizimi karbon keramik disklar bilan jihozlanib, yuqori tezlikda ham aniq va ishonchli to'xtashni kafolatlaydi. Xavfsizlik jihatidan ham 2026 F-Type zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan. Avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l chizigini kuzatish, kor nuqta monitoringi, moslashuvchan cruise control va 360 darajali kamera tizimi haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlaydi. Bu funksiyalar nafaqat shahar ichida, balki uzoq safarlarda ham katta qulaylik yaratadi. Yoqilgi samaradorligi sport avtomobil uchun maqbul darajada bo'lib, dvigatel optimallashtirilgan yonilg'i tizimi orqali quvvat va tejamkorlik o'rtasida muvozanatni saqlaydi. Shovqin va tebranishni kamaytirish uchun korpusda qo'shimcha izolyatsiya ishlatilgan. Bu esa salonda sokin muhitni ta'minlaydi. 2026 Jaguar F-Type nafaqat tezlikni, balki uslubni ham qadrlaydigan haydovchilar uchun yaratilgan. Bu avtomobil o'zining nafis ingliz dizayni, kuchli dvigateli va ilg'or texnologiyalari bilan yo'lda e'tibor markazida bo'lishni xohlaydiganlar uchun ideal tanlovdir. Har bir detal puxta o'ylangan bo'lib, u sport ruhi va hashamatning mukammal uyg'unligini namoyon etadi. Agar siz hissiyot, qudrat va prestijni bir avtomobilda ko'rmoqchi bo'lsangiz, 2026 Jaguar